Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, жана Байтүгүн аңгаталчылары, туугандар. Бүгүн биз Жалалабад жергесиндебиз. Манас шаарында буюрса мына ушул жерден өздөргө белгилүү болгондой Торнадо номер 1 дробилкалары дайым тартып келебиз. Мына ушул дробилкалар боюнча бир катар маалыматын алабыз. Кимде ким мал кармап, кой кармап, ушундай жакшы ишеничтүү дробилка издеп аткандар болсо, өздөрү да көрсөңүздөр болот. Буюрса мына ушул Торнадо дробилкалар боюнча бир катар маалыматын алабыз. Ар бир көрүп жаткан агалар, бир туугандар, кол эретинде бир-бирден лайктан басып туруңуздар. Барыңыздарга ушундай жакшы Торнадо дробилкаларды, жакшы мал жануктарды ылышка Алла Таала насип кылган болсун. Буюрса акырында маалыматын алалы. Маржан ага, ассаламу алейкум. Жакшы болдуңузбу? Тез отуракчыбы? Рахмат, Аллага Машалла, алхамдулилlah. Айттарды өткөрдүңүз. Рахмат, o'zlaringizdan. Машалла. Bayramlar o'tkazdik, xayrlar o'tkazdik. Mana Xudo xolasa ishni boshladik kelib. Aytайын ish башталды буюрса. Xudo xolasa boshladik. Торнадо дробилка боюнча маалымат беребиз. Буюрса бул ошол номер 1 Торнадо дробилкасы любой нерсени тартса болот буюрса, Маржан aka. Вот shunday. Aka, o'zi bitta dробилкamiz, vazifasi universal, bari cho'p, yem, hamma yo'q tortadi. Birle dробилка. Vaqtdan yuzish uchun setkalarni qo'yib qo'yganmiz. Hozir u nay tomondan bir qator ko'rsatib kelaman. Natijada ko'rsatib boshlaymiz. Negizi bardığıyla birle dробилка. Samandan başladı mı? Ama şuradan göre taşlar kanday çıkıp alatına. Faydaları bu. Bede saman, ciboy, birle dробилка. Ciboy satıyoruz. Burada görüp Hatay çoktan götürürler. Bunlar paya kırıklar. Sattan yorultaslar mı? Anday takılar. Samandı, bayanı, birle koyu alıp, aralaşılıp, asar çıkılıp durup, mal koylarına besleyinizler dağı mı? Бұл малға лайық тошойт aka? Mol, Малға деле койго деле кете берет мындай негизи чоң. Эми багы майдалап, кашек чыкпай турган мындай майдалап берет, өздөрү көрүп атасыздар. Shunday. Бул эми сеткасы жок. Bu ham setkasi yo'q. Buni ham setkasi yo'q. Ekonomikdan эле. Bunga setka qo'ymagan sababi hozir mana bu ho'l. Ko'ryapsizmi? Suv sepganmiz changemasligi uchun. Changmasın setkasi jok эле koyup turup, agar setka qo'yib mayin qilaman desa qo'yib olib qolib beradi. Mayin qilib beradi. Ol maydalab beradi dag'i. Nihoyatda mayin qilib beradi. Hozir setkasi yo'q buni. Hozir buni shunday elе ko'p bunday payarla changmasa qolgan eko chang bo'ladi-da, suv sepib qo'ydingiz. Mana hozir tezda mashina setka qo'yib, men chiqarganimni obzor qilib beraylik-da, hoji aka. Hozir endi bak demek bir suv sepib qo'ydik edik, demakcha bedeminden samanға. Bazı çangvay çıkış üçünçe. Hazır emeği setkasını koyup durup koyga layıklı olup mayda alıp tartıp köşetip koyuldu. Anda görüngüzler. Negizinde setkası büyük almaşı jengil, üstü daha çıkışı jengil çıkat. Öte sonluk jasap koyuşkan. Emeği özür daha görsеңіздер болады. Уже setkasını koyup mana qarab turing. Qayrala şunu salabız et, mayda qilish uchuncha. Bu toponla qilib qo'ydik aka. Mana aka. Setka qo'yilganda. Bedeni dele, samandı dele büt. Na setkasından çıkıp, na setkasından içindeçe. Nanda mayda qilib beretkanda bu. Buni mana qo'yga layık bo'lib. Ana. Nima qilib tashlab bersangiz? Oxurda o'tiradi. Oxurga salat. Qo'ylar yo'radi. Qo'ylar jeyra chirg'ab. Maşallah. Mana shunaqa oxurlar ham qilib qo'yganmiz. Oxurda qilib qo'yibdir. Hozir ham bunday jo'nla vaqtli bunday putlarni qilib qo'ydim deydi. Negizi zo'r qilib jasab bermaydi. Oxurdachi. Bunda ko'rasizlar. Negizile malga qo'yga o'ta sonun qaranglar. Setkasini qo'yasizlar, şöyle shunday tatsangizlar da bo'ladi. O'ta sonun chiqib oladi. Торнадо дробилкасы, birle dробилканы аласыздар, мына шундай арпа, будай, жүгөрү,
saman, çöp, ne olsun bardığını tartıp mınanda maydalap berет. Özдөр дагы көрүңүздөр. Азыр эми экөөтеңеле мында укаланган мaka экен, а? Ha, makka suti makkasi bilan topolmadim. Ha. Makkasi bilan ham, mardagi bilan ham tortaveradi bu. Liboy Bu 500 setka, bu 200 setka. Hozir ikkovsini ham ishlatib ko'rsatib beraman. Bismillah. Birisi 5'lik, birisi 2'lik de. Bu maydara ekan. Ha. Ekөөтең başladı tartışma. Hazır hem öz kamaldağı oltatsa. Ha. Ana mayta tortaveradi hozir. Bakalım ne tartış ettiler. Bunda legirovka qiladi. Ha. Cevap olsa da olan. Bu ham shu. Güzel çıktım da aranızdan. Şimdi bak vaktan düşkün. Kısa çalıp görüştürüyoruz. Bak uzak alimine bakça. Hatta vakt demok eder. Sizler daha yer tüzmeyin. Akırından görüştürüyoruz. Bulduş yanından mayda setkada. Bu mayda setkada mana. Ha. 2 litre. Bu Shakar qilib beradi. uhu, buna qaranızlar. Bağı çocuğu mayda çocuğu öyle duran bulup atken de bunlar. Ha. Ana dem buna mal koyğayım bunday bulat özçü. Çoğduğun qaranızlar. Baştaydı deli arpa buday. 500 setkada. 5 setkada. Arılaştırıp tap bersenizer mal koyğu öte son aydaydı bular. Anan dastavka qanday bo'ladi aka? Birinchi dastavka bağlarını aytaylik. Dastavkamiz aka 7 oblastin markazlarigacha dastavkamiz bor. Tet oblasının rayonlarına çayım bo'lsa dastavka bor. Dastavka bor. Ha. Dastavka bekor. Aha. So'qluqda, Bishkekka yetmasdan So'qluqda tochkamiz bor, magazinimiz bor. Qadamjoyda bor. O'sha yerlardan ham ko'rib tanlab olib ketishlari mumkin. Qadamjoyda ana so'qluqda da tochkalar bor. Tochkalar bor. Xudo xolasa 7 oblasga tochka ochamiz, xudo xolasa. O'shalardan ko'rib olishlari mumkin, xudo xolasa. Bari o'sha yerdan ko'rib tanda olsa dile bo'ladi. Buna qarangiz, drabikalar. Bağlar qanday bo'ladi? Baholari aka bular hammasi hozir 5 kilolik pichog'imiz. Yengil pichoqdan. Yengil pichoqdan. Aha. Bular 21 ming so'm, dastavkasi bekor. 21 ming so'm, motor qanday? Motori mis, jez. Jez motordan. Jez motor. Jez Alyumin. Ha. Alyumin qo'yib bersa arzon bo'ladi. Ha. 18 ming so'm alyuminligi. Şu hali alimin koylatırımız 18 ming so'm, 18 jez ming motoru 10 seviyenden 21 ming so'm. 21 ming so'm. Ha. Kırgızstan jet oblasına dastavkası bekar 21 ming so'mning içinde mına şular 5 karamlık bıçağı bilen. Ana bak sveti ko'rak yerlerge o'rab pichoq qo'yib ber deganlarga qanday bo'ladi? Mana bu pichoqni qo'yib beramiz. Ha, bunadan. İlk mana. Ha. Qalınlığı mı qalın makavikten anan bıçaqlarında segmentlerini görüp taslarlar. Bütün onlarda balqalары bağınday. Mындай iki tarafından. Mına şul ağır bıçaqtan qo'yilatgan. Bu açça. Anan draybikandağı özürde görüp taslar. Bu bıçaq qo'ysa qancha bo'ladi aka? Bu pichoq qo'yib bersa 25 ming so'm dastavkasi bilan. Dastavkası bilan 25 ming so'm bo'ladi. 25 ming so'm. Ana şular. Dastavkası bilan 25 ming so'm bo'ladi ekan. Anan plus mınday setka Ha, 3 ta setkasi 3 bor. setka bo'ladi da. Cho'pniki, 2 ta yemniki. 2 jemniki, 1 çöptük bo'ladi. 3 setkası bilan qo'shilib berilgan. Bu Qirg'iziston bo'yicha dastavkasi bor. Kengir baylanish yo'lasizlar. Dag'i bunday basa belgi aytib qo'yildi. Har birine o'zicha drabika olishning keragi yo'q. Gap puli shuni tushunib atganda makonni o'zicha tartatib, meni o'zicha tartatib biron alasizlar. Bu shul birlashdik. Makonni, budayni, arpani, saman pressi, çöp pressi, paya pressi, liboyni birle drabika xizmatni qiladi. Anan arabalardagi bersa jasab qo'ydik qilin. Arabalar mana hozirgi konteynerdan Pishiq bo'ladi. pishiq bo'ladi. Ha. Temirdan pishiq. Bu zanglamaydi. Bu sopini, mana bu sopini ham qarang, konteynerda sopi. Ha. Konteynerin bayaqi eshigini ochib chiqqan saplar bor-ku. O'shadan yeyib, mында Bu zanglamaydi ham, chirimaydi ham. Ha, zang davaytdagi chirmay turgan qilib jasab qo'ydik deydi. Yengil. Sudrashkada yengil. Ha. Ha. Suyrangadagi yengil deydi. Maza qilib işte usta akalarimiz ishlatishaveradi maza qilib. Bayaqi beton-sitonga ketaveradi. Ha, maytdan sinib ketmaydi. Ha. Basınıp qayrilib ketadi-ku, unday bo'lmaydi. Yo'q. Basi qanday bo'ladi aka? Bular chetda o'zida 4,5 ming so'm hozir. 4,5 ming so'm. Uzoqroqqa misol dravlga olib, bitta araba qo'shib olsa, o'shani hisobida ketaveradi. Agar buni отдельный dastavka qilib beradigan bo'lsa, yo'l kirasini o'zida to'lashadi. Ha, jo'grasini to'lab qoladi. Ha. Tasavvur qiladi. Ana Chetda qo'sh o'zida- drabikasi ustiga qo'shib ketaveradi. Ha, drabikasi ham portermega ketganda ustiga yuklab qo'ysak ketaveradi. Qo'shib olsanglar da o'tgan. Negizida bayaqi ham biz mal chorbaga yaqinmiz. Mallardan atxotni chiqargandagi, o'dirgandagi o'ng ekanda. O'ng. Malning qirg'in yuksagishlaridagi agorot qolib barib turlar. O'darsanglar shap cho'tirgan, mana shunday konteynerdan jasalgan arabalardagi kelib turibdi, jasalib ko'rasizlar. Aqurdagi birsa yo'lga salotam dedingiz. Oxirida aka o'ni zakat o'pkalarni olib kelib qo'yganmiz. Ha. Shunchaki reklama borligi uchun yasab qo'ydim hozir. Vaqt bo'ldi. Ha. Hali buni ishi bor. Ha. Bu To'lib delik. ha,
qo'ydiki, molga desa cho'ngroq bo'ladi molniki. Aa. Uni ham yasab beraveramiz. Bu hem qo'yga asonom jem berganga biz mына eshikka qo'yib эле jem berебizgo. O'shoga layık tashib sonun ekan. Büyük bardak spashun tegiz. Konteynerden jasalgan. Hech birinde mына teshik yeri yo'q. Yaxshi yemide. Bularning bahasi qanday bo'ladi aka? Bu 260ligimiz 3,5 ming so'm. Onu 2 metrligimiz 2,5 ming so'm. Bu 260. Ha, bu 260. 3,5 dedingizmi? Ha, 3,5. 3,5 ming so'm. Ananda ol qisqaroq barkan 2 metrliga. Bu 2,5 dedingiz ha? Ha, 2,5 ming so'm. Bu 2,5 ming so'm. Büyük konteynerimde yeyilip jasalgan. Hozir ham butlarini dele vaqt bilan qo'yib qo'ydim dedingiz ha? Ha, shunchaki hozir qo'yib qo'yganman. Bu qirvoqlari bunga o'xshab bukiladi. Ha, chikilerinde bugun yaxshi qilib jasab bermaydi. Hozir ham baqi reklama uchun shashilish ishab jasab qo'ymaydi. Atak oxirda alsangizlar bo'ladi zakaz qilibcha. Anan aravani ko'rasizlar, shunday drayvikalardan türlerin o'zlari ko'rtasizlar qanday tartildi. Saman büt barini tartaveretken ekrangadagi buyursa marşanika nomerini altiramiz, baylanışasizlar. Qirg'iziston bo'yicha buyursa dastavkasini bekar. Xudo xolasa. Dastavka bekar tuğanlar. Shap bildirgan olasizlar. Hem o'zingiz ham bunday praktika yüzünde o'rtasa 1 yilga yaqinlab qoldi. 1 yildan beri ishlatamiz. Bunday tartib ile, liboyla narsani tartib. Negizi yaxshi. O'ta son, marşanika işinizga egillik. Rahmat. Qo'lingiz zat ko'rsin, doim shunday yaxshi, sapatli drayvkalarni chiqarish qilatan nasib qilmoqsin. Shunday tuğanlar, kanalga qator like'dan bosib qo'yingizlar. Baringizlarga shunday yaxshi drayvkalardan nasib qilmoqsin. Tinchlikda, omonlikda bo'lingizlar.